Sizlar bitta like bosamiz. Sizlar uchun zo'r telefon keldi. Hozir buncha qisqacha obzor qilamiz va tushuntirib o'tamiz. PUBG'chilarga yuborib qo'ying va bitta like ni bosib qo'yamiz. Bu Infinix nima qilyapti? Bu Infinix GT 30 ni chiqarib qo'ygan PUBG uchun. Bu telefonga PUBG skachat qo'ygandan keyin PUBG xijolat bo'lib qolyapti-da. O'shani bilalaringizni juda ham PUBG ni 120 effekt ochib beryapti va eng qizig'i tepasiga knopka qo'yib qo'ygan. Otadigan vaqtlar sentrdanmiz, knopkani bosangiz bo'ladi. Bular sensor bo'ladi, knopka emas. Ko'rdingiz? Keladigan bo'lsak 5500 vatt. Tasavvur qilasizmi, bir kun davomida bemalol PUBG o'ynasangiz bo'ladi va беспроводной zaryad ham bo'ladi. 30 vatt беспроводной, быстрый zaryadkasi 45 vatt. Zaten realniy mazza qo'rida kamerasi ham juda chiqqan, qarang. 64 megapiksel, orqa kamera, oldi kamera 18 megapiksel bo'ladi. Bu AMOLED ekran, 144 Hz yarim atak silliq ishlaydi, ekraningiz vaqti zo'r ishlaydi. Mazza qilib boradi, zo'r realniy telefon dizayniga keladigan bo'lsak qarang. Juda ham zo'r. Suv bilan changdan ishlaydimi deganlar uchun, da ishlaydi, 64 IP'si bor. Shunday suvga tashab qo'yasiz, ishlayveradi. iPhone'ning 69 bo'lsa, bu 64. Atak juda ham zo'r. Bu telefon videolar va o'yinlar uchun chiqarilgan gaming telefonimiz bo'ladi. Juda ham mazza qilasiz degan ogoh.